Yemeğe yetip yemeğe 615 deydi görüşümüz. 545 ming oldu. Kino endi kelyapti. Mana yelkanni oldi. Mana shu yemak yesa ichidagi mashinalar tushadi, keyin ketamiz. Yaxshi olchetim ko'p narsa ekan bo'lsa, bitta bir 10 tacha mashina bor edi. Keyin mana shu bitta, ikkita, uchta, 4ta, 5ta, 6-chi mashina ekanmiz biz. 16 ta mashina bor ekan. Bemalol sig'ib ketamiz. Kecha kunlar yo'l tepasiga kurukni oldiga yetib boryapti bu. Yaxshi, hozir ko'p emas ekan mashina. Xullas mana shu parkovkasi. Buning nechta mashina sig'adi ekan? O'ta katta parkovka. Şey to'lib va kuruk tarafga ketyapti turibdi. Splitda bir 3 kunlikmi, 4 kunlik ish bor ekan. Bir chetga terish, shu yerga borib kelamiz. Mana chiqib oldik. Shuncha mashina ketdi, hali mana yarmi bo'm-bo'sh. O'rtaga asosan katta furalar keladi ekan menga. Yo'q, fura yo'q. Boshi shunday borib qo'yadi, oldidan tushib ketaveradi. Bu taraf parkovkasi 2 etajli ekan. Shunday mashina ko'payib ketsa, birinchi kiradi, keyin ko'tarib qo'yadi, bu tomonga xuddi shunaqa. Düşeriz. Mana yetib keldik, xudo xolasa. Split deganlari shumi degan joyda. Bu taraftan çıktık. Bu taraftan düşüyoruz yani. Kalası. Ya bismillah. Bu rakam qanday? Aynen şu. 26 euro bitta mashinaga, 26 euro 4 ta odamga. 52 eurolik bilet. Nodir akam qayda ekan endi? Chepga ko'ribsan.